Assalomu alaykum do'stlar. Mana yangicha kat yo'limizni ham o'rnatib oldik. 2 kun yoqdik o'rnatib. Xabarlaring bor. Mana bu eski kat yo'limiz. Endi buni 3-kundan mana ko'rib oldik, qanday yonishlarini, qanday ishlashlarini. Endi ko'mirni to'ldirib, mana bugungi chislomiz 7-fevral. Soat millarimiz 14:48 ni ko'rsatyapti. Pashti 3. Ko'mirni to'ldirib soldik. Gradusini 40 ga qo'ydik. Mana 40 ga chiqib o'chgan. Hozir 37 ga tushsa ishlab ketadi. 1 minut yonish vaqti, 20 sekund ko'mir haydash vaqtiga qo'yib qo'ydik tastirkalarini. Ventilyatorimiz yarim оборотda turibdi. Mana ko'mirni to'ldirib solib qo'ydik. 120 kilo ko'mir oldi. Shibarkul bilan, shibarkulni xokasi, keyin belolmani semichkasi bilan, mana bu semichka. Bunisi shibarkul. Ikkovidan omiqta qilib mana aralashtirib to'ldirib soldik. 120 kilo ko'mir. Bugungi sanamiz 7-fevral. Soat 15:00 dan sinovimizni birinchi qismini boshladik. Kat yo'limiz shunday ishlangan. Bunkerda ham tayini katta qildik. Haligi nam ko'mirlar mana bu Polsha garelkada tagi kichkinaligi uchun nam ko'mirlar tiralib qolaveradi. Shuni tiralmasligi uchun betini katta qildik. Kat yo'limiz ishga tushdi. 1 minut yonish vaqti. Kuchli qilmadik, o'rtacha qilib qo'ydim ventilyatorlarni ham. Endi sekin yonadi. Garelkamiz lapatki garelka. Chugunli. Kat yo'limiz ketlar miniglari truba bilan kitob kombinatsiya qilingan, aralash holda yasalgan. Bir 120 talik ventilyator qo'ydik. Двойной motor reduktor, 220 motor. Mashinamiz ishlayapti. 20 sekund ko'mir haydaydi. Bilasizlar, mana belolmada hamda shlaglar chiqadi. Uning o'zi bu garelkada mana shunaqa shlaglar chiqib, shlag qotib qoladi. Mana shu yerda garelkani og'zini bir kunda bir marta tozalab shlagini olib kirish kerak. Bo'lmasa o'sha yerda shlag va shapaloqdek shlag qotib yonishiga to'sqinlik qiladi, havo yo'lini to'sib. Bu kat yo'limizni mana общий sistemamizga qo'shib yubordik. Bu kat yo'limiz ham hali zapasda turibdi, ichida ko'mirlari bilan ham turibdi. Buni ham xohlagan paytimiz bu misol uchun sinovdan yaxshi o'tmaganda, yaxshi yonmay, o'chib qolib yo ortiqcha ish ko'rsatganda buni to'xtatib, buni qo'shib ketish imkoniyatini qilib ketdik. Mana avratkasiga bitta kran, padachiga bittadan kran qo'yib qo'yganmiz. Ikkovini bekitib qo'yganmiz, padachini ham, avratkani ham. Kat yo'limizning ichida ko'miri ham bor, suvi ham bor. Qachonki u kerak bo'lmasa yoki uni yechsak, yo u to'xtaydigan bo'lsa, uni padachisini bekitamiz, avratkasini bekitamizda. Bunikini ochamiz, bunga o't yoqsak, bu ishlab davom etib ketaveradi. O'sha kvadratimiz, o'sha kvadrat, bu tomonda 100 kvadrat to'pli pol. 8 ta radiator. Bu tomonda
salkam 30 kvadrat topli pol. Umumiy 130 kvadrat topli pol, 8 ta radiator. Bu tomoni eski hovlimiz. Bu tomonni ham mana ustalar tushdi, buzyapmiz. Xudo xolasa bu tomonni ham yangilaymiz. Bu tomonda mana shu ikkita xonamiz qolyapti. Bet topli pol. 27 kvadrat, salkam 30 kvadrat topli poli bor. Bet qolyapti. Bundan bu tomoni hammasi buzilib ketyapti. Mana o'sha tomonga. Hammasi buzilib ketyapti. O'sha xona haroratlarini hozir ko'rsataman. Xonamiz shu 24-25 gradus atrofida turibdi issiqligi. Mana kat yo'limizda ishlaganiga 3 minut bo'ldi. Rosa 3 minutda 40 ga chiqib o'chirdi. Shu havoni issiq sovuqligiga qarab bu har xil ishlaydi. Misol uchun 3 minut emas, 5 minut ishlashi mumkin. Keyin dam olishi ham shunday. Havo sal juda minus bo'lmasa, uzoqroq dam olib turadi. Bo'lmasa, darrov yana 5 minut, 10 minutda ulaydi. Hozir menimcha bir 20 minut dam olib turib, 3 minut, 4 minut ishlayapti. Rabochiy holat. Mana uyimizga kirganimizda bu tomondan ham kirishi bor, ko'rgansizlar. Bu yerda 100 kvadrat topli pol va 8 ta radiator. Mana xona haroratimiz 23 ga 24. Soat millarimiz mana 254. Pashti obeddan keyingi 3 ta sinovimizni boshladik. 43 gradus namlik ko'rsatyapti. Bu har xil. Mana datchigimiz bu yerda turibdi hozir. Shu datchik ko'rsatib turgan issiqlik 24. Mana o'zi bu apparatni o'zi sezib turgan issiqlik 23. 23 gradus issiqlik ko'rsatyapti hozir. Mana datchikni topli polga yaqin qo'yib qo'ysam, bu 28, 30 bo'lib ketyapti. Umumiy hisobda 24-25 gradus issiqlik bor hozir xonamizda. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Bu kat yo'limizda ham sinovdan o'tkazib olamiz. Yonishlari, ishlashlariga gap yo'q hozircha. Faqat rasxotida farq qilishi mumkin. Oldingi Polshaga kelgan kat yo'limiz bilan buni rasxotida farq qilishi mumkin. Meni hisobimda u 30 kilo rasxot qilgan joyga bu 40 kilo rasxot qiladi. Bunaqa lapatki garelka. Shu umumiy hisobda sutkasiga 10 kilodan farq qilsa kerak. U 40 kilo qilgan rasxotni bu 50 kilo qilar. Shuni sizlar bilan imkon boricha shu bir bunker necha kunga yetar ekan. Shuni sizlar bilan birga kuzatib boramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. 40 ta o'chgan, 41 ga chiqibdi. Videoga like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni bildirib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa mana shu yaqin 3 kun, 4 kunda shu kat yo'limizda polni ishlashlari, rasxotlarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.